Shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Bugun 19-dekabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qilamiz. O'zgidromet 19-dekabr, ya'ni juma kungi ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi hamda ertalab biroz qor yog'ishi, tuman tushishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol g'arbdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-2 daraja sovuq, kunduzi esa 1-3 daraja iliq atrofida bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 9-14 daraja sovuq, ustiyurtda ba'zi joylarda 15-18 daraja sovuqqacha, kunduzi esa 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqni tashkil etadi. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda qalin tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, cho'l hududining shimolida 10-13 daraja sovuqqacha, kunduzi esa 3-8 daraja iliqni tashkil etadi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi hamda ertalab ba'zi joylarda biroz qor yog'ishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuqni, kunduzi esa 0,5 daraja iliqni tashkil etadi. Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat kechga tomon yog'ingarchilik, yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda qorga aylanishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuqni, 3 daraja iliqni, kunduzi esa 4-9 daraja iliqni tashkil etadi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi hamda ertalab ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor yog'adi. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi esa 0,5 daraja iliq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, vaqti bilan qor yog'adi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi bor. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi esa 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq atrofida bo'ladi.